Odamlar hayotda har doim muvaffaqiyatlarini gapirar ekanda. Shu paytgacha yashab ko'rib, nimaga erishgan bo'lsam, alhamdulillah, ya'ni muvaffaqiyatga erishgan bo'lsam, va bir yaxshi narsa o'xshagan bo'lsa, shu paytgacha birortasi bir martada o'xshamaganda. Ya'ni bir marta, 2 marta, 3 marta, balkim undan kam, balkim ko'p bo'lgan, xato bo'lgan, shu narsa o'xshamagan, birdaniga ishim yurishib, o'xshab zo'r bo'lib ketdi degan emasda. Xato qilib, o'rganib, masalan, Koreya kelishim ham shunaqa bo'lgan. Birinchi martada kela olmasdan, keyingi safar uringanman. Ish topib, birinchi ishimdan haydalib, keyingi ishga o'tgunimgacha ham juda nima bo'lgan, qiyin vaziyat bo'lgan. Ya'ni o'sha paytda odam o'zini yo'qotmasligi kerak ekanda. O'sha paytda odam agar umidini o'sib qo'ysa, keyingi harakat qilmas ekan. O'shaning uchun umid muhim ekan. Agar keyingi etapga o'tishni xohlasa, odam umidni uzmasdan yiqilgan joyda turib, qanday qilib bo'lsa ham turish kerak ekan. O'zim uchun shu narsalarni anglab yetyapman. Keyin 100% harakat, 100% aniqligini kutib ish boshlash ham bu o'ta bir xom xayol deydimi? Chunki 100% aniqlik bo'lmaydi-da. Noaniqlikdan biz qo'rqamiz-da. Ya'ni ish boshlashda birorta ishni bilmasdan turib boshlaymiz, qanday bo'lar ekan, nima qilar ekan. Lekin shu noaniqlik hech qachon aniq 100% bilan boshlanmaydi, hech qaysi bir ish. Dunyodagi eng zo'r kompaniyalar ham, yo bo'lmasam hamma muvaffaqiyatli insonlar ham oddiy hayotda shu noldan boshlab o'zlari ham bilmagan o'zi bu darajagacha bo'lib ketishini. Hozirgi deylik, Facebook bo'lsin, yo bo'lmasam bir Nvidia'mi, katta kompaniyalar bo'lsin, xuddi o'shanday 50% men o'ylayman yetadi harakat uchun. 50% harakat uchun yetadi. Ya'ni 50% aniq bo'ldimi, demak ishni boshlash kerak. O'shandan 20% tashqi omillar bo'lsa, 30% bu o'zingizni shu ishda qilishga bo'lgan ishtiyoq. Ya'ni xohish borligini o'zi shu 30%lik aniqlik bor degan gapda. 20% tayyorgarlik bo'lsin. Xoh bu pulmi, ozroq sarmoyami, xoh bo'lmasa biror bir vaziyatda o'zgarishini kutishmi, shunga o'xshash narsa bo'lishi mumkin.